Texnik o'sha толщинаga bizaga keramikani yasab beradi. Men texniklarni ichiga o'xshataman. Siz berdingiz, откос tashladingiz, откосga sizga ishi yasab berdi. Bu Pascal Mania statyasi bo'yicha 0.5 mm mokapdan qizil ko'rayotganinglar mokap 0.5 mm kiramiz. Undan keyin olib tashlaymiz. 3 ta ploskость bo'yicha borni harakat qilamiz. Boringiz harakati 3 ta. Bitta ploskostda emas. 3-chi ploskostda biz suvni o'chiramiz. Bu yerda ham, koronkada ham shu metodikadan foydalanasizlar. 3-chi ploskostda suvni o'chirdik. Borimiz tishga tegmadi. Faqatgina liniya chizdik. Mana bu 3-chi ploskost. Bu mikroskopning tasviri, bu fotosi. Borlar nomerlarini aytib ketamiz. Hozir qilinayotgan liniya 0.2 mm. Ham shu refraktor normal. No IMX uchun kamida 0.4 mm. Chunki u quyiladi. Sirkon uchun 0.5-0.6 mm. Refraktor 0.1-0.2 mm yetarli. Uchta ploskость. Окклюзионный вид. Временini olib tashladik. Borlarning ketma-ketligi har bitta vrachda o'zini bor protokoli bo'lishi shart. Bizda aslida bor protokoli mana bunaqa vrachlarda. Har safar har xil bor ishlatish kerak emas. Bor protokoli nima uchun kerak? Agar siz to'g'ri protokolda birinchi aptochkangizni qildingiz, 10-chi aptochkangizni qildingiz, 100-chi aptochka sizda ko'zingizni yumib ham chaqlash boshlaysiz, 1000-chi aptochka sizda уже opitda chaqlaysiz. Agar bir xil protokol ishlatsangiz, bir xil protokol va bir xil bor. Bruslin gapi bor, 10.000 marta metodikasi. Mushsiz 10.000 martadan keyin ko'zingizni yumsangiz ham bir xil aptochka qilishni boshlaydi. Да. А у нас всегда разный бор и всегда разный подход ортопедии. Xuddi implantatsiyada qanaqa ishlaysizlar? Bir xil protokol, правильно? Как kompaniya bersa, xuddi shunaqa protokolda ishlaysiz. Ortopediya ham xuddi shunaqa. Bir xil protokol bor. Har safar. И bir xil metodika. Только у меня боры уменьшаются и все. По годам боры уменьшаются у меня. Да, bu 2019-yillik borlarim. Hozir bundan 2 barobar kichkinaroq chaqlayman. Ingichkaroq borda chaqlayman. Ну, o'sha borlar. И sizda ekonomni bo'ladi. Boringiz har safar mana borda расход. Stomatologlar ko'p menejment bilmaydi. Qancha finans topayotganini bilmaydi. Faqat расход qilasizlar, faqat расход qilasizlar, dohod qancha bo'layotganini bilmaysizlar. To'g'rimi? Dohod qancha misol uchun? Necha foiz sizlarda dohod? Necha foiz olishingiz kerak? Necha foiz assistentga berishingiz kerak? Hisoblamaysiz u narsani. Faqat zakup qilasiz, oy oxirida texnik bilan anaqaga olib borib berasiz pulingizni. Faqat zakup qilasiz, texnika olib borib berasiz. O'sha siz bilishingiz kerak, menejmentni ham. Refraktor. Refraktor yaxshi tomoni, каждый участокka texnik xohlagan rangini chiqarib beradi. Отдельно будет цвет дать. А IMX-da bu monolitniy bo'ladi. Izolyatsiya обязательно. Вот viner oldi tomondan qotirilgan, viner uchun oldi tomondan посадка bo'lishi kerak. Prileganiyasi va bu qotirilgandan keyingi holati. Yo'q. Да. Чистая керамика это. Это порошковая керамика. Да. Это Зуфар. White Lab. Лаборатория White Lab. А у вас нет протокола, некоторые школы советуют перед, особенно
Отбились именно вот хотя бы те зубы, которые будут под винирой. Только два передних зуба. Там вот есть школа, которая прям масса отпечатает. Да. Отбились, потому что потом базу она подбирает, чхарады, или ниже прозрачность. Да, я работаю только в одном школе. Наша школа kimlar yurg'izadi desangiz, Mauro Frzyani, Gaji Dajayev, Frank Spear, Питер Довсон, eshitgan bo'lsanglar. Они работают в одном школе. И я работаю в этой школе. По их протоколе нету там отбеливания. Бразильская школа, А бразильские стоматологи были косметологические стоматологии. И я отказываю косметологической стоматологии. Я не отбеливаю. Пациент приходит, отбелите мои зубы, я отказываю. они в каком момент объясняют именно то, что в дальнейшем вас цементом усадка берет, Не дает. Не дает. Варелинг? Нет, здесь основной толщина рефрактора. Если толщина рефрактора 0,3-0,4 мм, они не дают вас внутренний этот. И я больше техник. Больше внутри они делают дипдентин. Массу дипдентин. Ko'rinmaydi ichga anaqasi. Apak bo'ladi почти. Почти apak bo'ladi, tegi sementingiz ko'rinmaydi. O'tda. Ну, setosiz to'g'ri, razные shkolalar bor. Hozir stomatologlar qayerga borishni bilmaydi. Uni borsa bunaqa qilgan deydi, buni borgansa ham bunaqa qilgan deydi. Shuning uchun maslahat beraman, bitta shkolani olinglar. Одну школу и все. Bitta shkola, shu shkolani takrorlayverasiz. Чума o'zim 19-yildan beri shkolamni o'zgartirmayman. Вот 19-й год, у меня было стоп. Все, я обучался вот у Гаджи Паставича месяц, потом в Фрzyani ехал, потом по Скальмане, и все, вот это я упаковал и работаю по одной школе. Вот. Стертые зубы везде. Вот. Должны убрать два имплантанта, ставить сюда имплант. Верхний 16, 17, 26, 27 должны перелечить и прикус поднять. У нас есть 2 дня, ну максимум 3 дня, да. Ну в основном мы так работаем сейчас, концепция у нас так. Берем пациентов 3 дня, опташимыз, хамасын собрать их берамыз. Birinchi kun kelganda, это методика Shimbachi. Kompozit bilan narassit qildik, pastki tishlarni, tepa tishlarni, forma, Ivan forma вот. Jag tishlari yo'q, o'sha oldi fasetniy siraniya o'yindi. Fasetniy siraniya kompozit bilan chiqardik. Orqalarini ham kompozit bilan qildik, hammasini implantlarni o'zgartirdik, все, patsient ketdi 3 oy. Patsient adaptatsiya qilib keladi 3 oy. Splin taqmaymiz, почти vaksap, mokap qilmaymiz. Tayyor, menda mokap bor. Это ручной mokap. Oldingiz og'izda kompozitdan restavratsiya qilib berdingiz. Texnikka ber, opke, qo'y, sim ketdi, unaqa narsalar bo'lmaydi. Tegadigan. Tegadi. Специально вот здесь оставил, чтобы хирург мог сделать здесь пересадку. Mana до холата. До ставили виниры. Наш первая тенденция это окклюзия должен быть. Tishlarimizni qo'yishdan birinchi maqsad nima? Ovqat chaynash. Любой odam ko'chaga chiqqandan keyin qo'ygan chishingizni nima qilish boshlaydi? Kosmetika bu oxirgi etapga chiqib ketadi. Пациентка сама косметолог, 40 чем-то лет, хотела зубы поменять на блич. Но bu skan ko'rib turgan yili. Да. Mana bu foto protokoli og'izli. Пациент врачи конкретно yozmoqchi ustidan. За прошлый месяц у нас было 5 случаев, пациенты пришли, у кого-то сломался файл, у кого-то там имплантом проблема, пожалуйста, дайте нам этот заключение, мы хотим в суд подать. Ko'payadi bundan buyog'iga.
chunki patsient pulini to'layapti, oxirisida обратный связь olmayapti. Так, снятие конструкции. Вот mana vinillarni yechganimizdan keyingi holat. Karies неправильный anaqasi. Ploskость hal etdim mana hozir 3 ta ploskostlarni ko'rsataman. Bitta ploskostda chaqlangan. Обязательно bunaqa tishlar чувствительность beradi. Bunaqa chaqlangan tishlar. Siz o'ylamaylar, biz vrach yomonlamaymiz, biz maksimum oldini olamiz. Bir oy ichida gellarini olib tashadi. Hozir tishi ko'rinyapti qilganda. Bu maksimum hali uzun qilgan tishimiz ko'rinishi. Labida gelni olib tashagandan keyin bo'yli normalniroq ko'rinish boshladi. Yuzi ham normalniylashdi. Utka edi, lablari chiqib turgan. Normal holatga keldi. Visata ko'targanmiz. Mana bu peredniy tishlari, oldingi tishlar bilan временный konstruksiya olingandan keyingi holat. Protsessda keyingi hafta qotiramiz уже.